Hammaga assalomu alaykum. Millioner klubiga xush kelibsizlar. Bugungi suhbatimiz FIDAB asoschisi bilan bo'ladi, ya'ni Umid Ergashev. Bu formatimiz noodatiy, ya'ni millioner bilan bir kun emas. Xudo xohlasa shunaqa qiyin savol beramizki, sizlarga ham qiziq bo'ladi va ular ham bu savolga hali javob bermadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Umid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Umid aka, bugun savollarimiz FIDABga asoslanib ko'pincha bo'ladi va birinchi savolim, hozir biz 6 da chiqdik. Ertalab. Nimaga aynan 6 da? Shuna har doim voqilib turasizmi? Ha. Endi har kuni harakat qilaman, doim voqilib turishga. Sababi baribir ertalab harakat yaxshi deb bor. Tana uyg'onib oladi oxirroq. Va endi men hozir oxir payt ko'proq peshkom yurishga harakat qilaman. Kuniga o'sha 10.000-12.000 qadam yurishga. Ozvosizmi shunda siz? Endi faqat ozish uchun emas, umuman sog'lom hayot. Nima deydi? Va ertalab ko'chada hech kim bo'lmaydi. Mana ko'ryapsiz. Havo yaxshi va ko'chada hech kim yo'qligi uchun o'zim yurib, ozgina baribir nima deydi? Hayollaringiz bilan Har kuni ertalab yurasiz. men harakat qilaman har kuni voqli yurishga. Oldinlari ham shunaqa voqilib turganmisiz yoki yaqindan boshladingizmi? Yaqin kunlardan ko'proq buni qilishni boshladim. Endi odatda ertalab o'sha quyosh chiqishiga yaqin bitta ozgina uyg'onardim. 20 minutligada. Ozgina uyoq qilib, keyin yana yotib uxlardim. 11-12 gacha, sababi endi baribir xullas ertalab voqilib turish kerak. Keyin yana yotib, bemalol 11-12 gacha dam olamiz. Hozir ham shunday dam olasizmi? 11-12 gacha? To есть siz polniy ertalab turib uni yurib, keyin kechgacha yurmaysiz. Yo'q. Ertalab voqilib turaman. Chiqib, ozgina shug'ullanib, fizioterapiya qilib, deydi-yu. Keyin ozgina bitta kruq qilib chiqaman. Keyin uyga kirib, ozgina 11 gacha uxlab dam olaman. Keyin ko'chaga chiqib, shu bilan kech payt 11-12 ketdi. Xo'p. Umid aka, o'zi FIDABni birinchi filiali qayerda bo'lgan? Ya'ni men kecha ko'rdimki, taxmini FIDAB soliq to'lash bo'yicha naqalarning ichida именно shu xorika yo'nalishi 4-o'rin turar ekan. Birinchi filial qayerda bo'lgan? Birinchi filialimiz bizda Chilonzor tumanida, Algoritmda bo'lgan. O'sha yerda ochganmiz. O'sha yerda birinchi filialimiz bo'lgan. Nechinchi yilda ochgansiz? 2010-yil. O'zi qandoq siz aynan shu yo'nalishga kirib qolgansiz? Chunki ko'rganman, siz aytgansiz, men payndchi bo'lganman, aktyor bo'lganman. Yana qaysi yo'nalishda ishlagansiz? Va endi yoshligimizdan juda ko'p tadbirkorlik qilishga harakat qilganman. Baribir bilasiz, hayotimiz davomida juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Men adashmasam 8-9 yoshimdan bozorga chiqishni boshladim. Sababi biz kichkinaligimizda 3 yoshimdami biz o'zi shtabda tug'ilganman. 3 yoshimda biz Algoritmga ko'chib ketganmiz. Sababi odamlar oilada katta o'g'illardan bittasi bo'lganlari uchun uydan chiqish kerak bo'lgan. Shuning uchun Algoritmda katta bo'lganman. Algoritmga bilasiz, Ipodrom, O'rizor bozorlari juda yaqin. Shuning uchun biz 8-9 yoshimda ham o'sha Algoritmda O'ris bozori bor. O'shaning o'rtasidan peshkom yurib borib, o'sha kolalarni olib, mana Yashilada aravachada itarib kola sotib yurardim. Noilojlikdanmi yoki yaxshi sharoit bo'lgan bo'ldi? Endi qanaqa aytsam, noilojlik. U payt men imенно kola sotib yurgan paytimda odamlar bozorga chiqardilar o'sha payt. Endi o'sha payt qiziqchilik bo'lardi, yordam berish uchun. Baribir o'zingiz pul topsiz, baribir yaxshi. Va odamlar o'sha payt bozorga chiqsang, muloqot yaxshilashadi odamlar bilan. Odamlar bilan gaplashishni o'rganasan. Baribir savdo sizga xohlasangiz, xohlamasangiz
odamlar bilan networking qilish, odamlar bilan gaplashish praktikasini o'rgatadi yoshlikda. Keyin bu Uzra necha yosh? 8-9 yosh deysiz, to'g'rimi? 8-9 yosh. O'g'illaringiz necha yosh? Hozir katta bo'lib qolishdi. Bozorga olib chiqqanmisiz ularni? Bozor emas, mana shu Toshkent City'da o'g'lim ko'pincha yuradida. Mana shu yerda magazinlarda sotuvchilar bor-ku. O'sha sotuvchilarga kirib yurib, bilinchi yoki somsada qilib sotadi. Oyisi qilib beradi, yurib o'shalarga sotib chiqadi. Hozir ham shunaqa qiladi. Kanikul paytlarida qiladi. Sababi undan pul topish uchun emas, bilasizku, o'zini o'sha somsa yoki pilinchilarni olib kirib sotayotgan paytda odamlar bilan muloqot qilishni o'rganadi. Men eslayman, birinchi kun chiqqanda, sotaman deb chiqqanda orqasida yurganman peshkom yordamchim bilanda. Bir 7-mi do'konga kiribmi, yig'lagan. Ada degan bilinchini ko'tarib kiryapman-da, salom bersam hech kim aliyam olmayapti yoki bilinchi olasizlarmi desam, hech kim menga qaramayapti ham. Odamlar telefon o'ynab o'tiribdi-da, bunday qarab, "Yo'q, kerak emas" deyapti, chiqarib yuboryapti meni. Hatto salom bersam aliy olishmayapti. Fidapga kirsam salom bersam hamma aliy oladi-yu deydi. Shunda aytdim, "O'g'lim, ko'rdingmi? Fidapga kirsang, sen salomingga aliy olishadi, sababi seni tanishadi. Ular seni tanimaydi. Sen o'ylardingki, Fidap shunda gamburgerni sotib qo'yib qo'yadi-yu, shunda odamlar kelib o'chirib bo'lib olib ketadi deb o'ylamding. Sababi hayot bunaqa oson emas. Insonlarga o'sha mahsulotni sotish, ishonchga kirish bu qiyin mehnat bo'ladi deganing. O'shanda 7 do'konga kirib bittadan birinchi sotib olmagan. O'shanda yonimda Dilmurod bor edi. Fidap CEOsi, general direktori aytdiki, "Umidga men oldinroq yura qolay ozgina" degan. Nimaga aytsam, do'konlarga oldindan kiraman-da, qo'liga pul berib, "Mashina sotib olinglar" deb aytaman. Bo'lmasa hozir ruhiyat tushib ketadi o'g'lingiz degan edi. Shunda men aytganim, "Bo'pti, mayli, o'sha oldindan pul bergin-da, faqat iltimos qil, shart qo'y, ko'proq savol bersin" degan edi. Shunda odamlarga oldindan do'konlarga pul berib chiqilgan. Ular sotib olishdan oldin Necha do'konga berdingiz taxminan? endi adashmasam 10 tami, 15 ta do'konga berilgan. O'shanda ular savollar berishgan. Nimadan qilinadi birinchi? Qayerda qilasizlar? Ana xavfsizmi? Anaqa nimaga sotyapsan birinchi shu yoshingda? Nimaga degan savollarni ko'p berishdi. Keyin u o'sha uyalib gapirib mana bir payt mana hozir 50 ta birinchi qilib beradi yoki 50 ta somsa qilib beradi kanikul paytlari. Hammasini sotib kiradi uyga. Nimagaki, o'sha tanib qolishgan ko'p do'konlar. Tanib qolishdi. Endi afsuski, endi 5-6 ta do'kon egalari meni o'g'limligini bilib qolishibdi. O'shaning uchun ham endi ana bu yoqqa Fidapchini o'g'li deb ozgina hazil qilib, o'sha somsa birinchisidan olishyapti. Endi o'qishdan chalg'imaydigan qilyapti bu. Endi bilasiz, mamlakatga chiqib, parkka chiqib odamlarga sotsa, endi u mumkin emas endi. O'zi do'konlarga ham yurib sotish, o'zi. Assalomu alaykum. Ana, assalomu alaykum. Ya. Assalomu alaykum. Voy, qaytishda keling, suhbatingizni olishsa. Ha? Salom. Qaytishda kelasizmi? Biz ustozimiz. Ustozingiz bo'ladilar Jahongir aka. Ertalabdan storieslardan ko'rdim, что yuguradilar. Realni yugurar ekanlar. Faqat Instagram uchun emas ekan bu. Jahongir aka, mendan yosh bo'lsalar ham, men doim ularni sizlar murojaat qilaman va ustoz deb bilaman. Nega? Sababi yosh bo'lsalar hamcha dunyo qarashlari juda ko'p narsada boshqacha. O'zi umuman men tabiatimda ustoz insonlar bo'ladi-ku. Masalan, farqi yo'q, ilm ulashadigan. Matematika domlasi bo'lsin, ingliz tili domlasi bo'lsin yoki shu dunyo qarash, qadriyatlar ustozi bo'lsin, men uchun ular ustoz. Ular bilan hazillashish mumkin emas. Ularning ustidan yosh bo'lsa ham hazil qilib, prikol qilish mumkin emas. Nimaga? Qarang, kimki o'zini, ustozlarini, ilm ulashadiganchilarini ustidan kulsa, u xalq, u jamiyat xor bo'ladi. Men bunga aniq ishonaman. Sababi shuning uchun men hech qachon ustoz insonlarni ustidan kulmayman.
va hazil. Bir marta Jahongir aytuvdi, bir kun bizda bitta klubimiz bor. O'sha klubimizda yoshlar bor. Ular bilan men hazil qilaman, jo'stki hazil qilaman. Keyin bularga kelganda Jahongir yaxshimisiz desam, "Okey, men ham ukangizman, men bilan bemalol hazillashavering." Desalar, men aytaman, "Yo'q, siz ilm ulashadigan odamsiz. Men siz bilan hazillasha olmayman. Siz bilan bunaqa muomala qila olmayman. Sababi meni farzandlarim, nevaralarim tirik, yaxshi jamiyatda katta bo'lishini xohlayman" deganman. Tushundim. Endi istoriyangizga qaytamiz. Shuningdek, shu siz 8-9 yoshda kola sotgansiz. O'g'lingizga ham shu tarbiya berar ekansiz. Men o'yladim, faqat siz shunaqa qiyinchilikdan o'tgansiz, yo'q, o'g'lingizni ham shunaqa qiyinchilikda bir o'tkazar ekansiz. Bu qiyinchilik emas. Bu qiyinchilik emas. Qanday desa bo'ladi? Networking. Networking. Ha. Xo'p, keyin nima qilgansiz? Kola sotib nima qilgansiz? Yo'q, keyin o'qirdim, boshqa qilardim. Keyinchalik odamlar operatsiya bo'lib qoldilar. Va juda ko'p harakat qilish, ko'p yurish mumkin emas bo'lib qoldi. Shundan keyin biz uyda ojonlar bilan, odamlarga o'sha tort zakaz olib, uyga ana norilarni zakaz olib, kechasi o'sha narsani qilib chiqardik. Endi men uxlardim ko'proq. Uydagilar bo'lsan, yotib uxlayotib o'qishing bor deyishardi, lekin uydagilarim ertalabgacha mana shunaqa narsalar qilib chiqishardi. Keyin nimaga aynan Fidab? Nimaga aynan ovqat yo'nalishi? Mana biznesda-chi mana bunaqa narsada men paynetni umri tugaganini his qildim-ku. Butun topgan pulimni masshtab yo'lini qilishim kerak va shu paynetni filiallarni ko'paytirishim kerak degan ideologiya bilan ishlaganman-da. Keyin mana tikdim paynetni shuncha qildim-da, keyin oxiri nima bo'ldi? Oxiri shu bo'ldiki, paynet tugadi. Keyin fikr qildimki, shunaqa sohaga kirishim kerakki, umri qisqa bo'lishi kerak emas. Va xohlagancha ochishim kerak. Bu qaysi soha deb o'zim o'yladim. Restoranlarni ham hech qilib bo'lmaydi. Xavfli, sababi restoranda человеческий faktor rol o'ynaydi. Keyin shu fast food o'sha payt Družba burger bo'lardi. Men Družba burger yeb yurardim, menga yoqardi. Shu keyin oxiri shu fikrga keldimki, fast foodga kiraman sohasiga. Lekin ham fast food yeyishni yaxshi ko'rardim. Bitta fast food ochib, hammasi ideal bo'lishi mumkin, chunki xo'jayini o'zi e'tibor beradi, o'zi qaraydi, o'zi muammolarni hal qiladi, lekin masshtabirованiyada endi muammolar boshlanadi degan gapingiz bor. Mana bunaqa narsada u paytlar bozorda katta igroklar yo'q edi. Men chiqayotgan paytimda Evs bor edi, Oqtepa lavash bor edi. Lekin ular ham men sityovoy qilishganligi bilan hech kimda tizim yo'q edi o'sha payt. Chunki bozor bo'sh edi. U payt mijozlar kechirishardi. Qancha xato qilsangiz ham. Ana o'sha paytda men chiqib oldik-da, chunki o'sha payt nima bor? Oqtepa lavashda nima bor? Kimda nima? Qanaqa? Misolda, qarasam ular remontiga e'tibor berishmaydi, reklama vivisiga e'tibor berishmaydi. Bo'lma, mashinaga e'tibor berib turib brend qilaman dedi. Chunki ularni yo'q narsani, ularni kamchiligini topa oldik. Mana o'sha bo'yicha harakat qilishni boshladik va endi baribir hammasi bilasiz. Allohdan hech kim men aniq aytaman, hech qaysi tadbirkor sizga yutuqqa erishgan qanaqadir mamnaqa qiluvdim, zo'r bo'lib ketdi, mamnaqa qiluvdim, zo'r bo'lib ketdi deydi, lekin hech kimda aniq formula yo'q. Mana shuni rizq deyiladi. Alloh mana shuni yozgan deyiladi, chunki biz faqat sabablarini qilganmiz. Sabablari nima edi? Doim muammoni ustida ishlanardi. Muammo chiqardi, bo'ldi, buni hal qilishimiz kerak. Muammo chiqardi, buni hal qilishimiz kerak. Nima bizani qiynayapti ishxonada? Nimadan qiynalyapmiz? Har bitta topilgan qiyinchilikning ustida ishlardik. Faqat shu. Hop. Keyin o'zi yechim chiqardi. Yaqinda siz 50% Fidab sotib yubordingiz. Hamma Jahongir Ortiqxo'jayev bilan ishlashni orzu qiladi. Mana siz ishlayapsiz. 2 yil bo'ldi adashmasam. Qanday ishlash ekan? Odamlarga tavsiya berasizmi? Katta guruhlar bilan ishlash. Nimalar o'zgardi? 2x ga oshdingizmi? Nimalar bo'ldi? Endi qarang-da, mana
biz o'zimiz ulushimizga kirgizdik. Juda katta holding egasini va juda katta biznes egasini. Endi mana bunaqa narsada ularni tajribalari juda katta-da baribir. Mana o'sha tajribani oldik. Endi mana bunaqa narsada siz bunaqa katta holding bilan sherik bo'lganingizdan keyin sizda javobgarlik hissi 2x oshib ketadi. Sababi FIDAPga qiladigan har qanaqa xatosi endi faqat FIDAPga yoki asoschisi Umidga zarba bermaydi. Bu juda katta holdingga zarba beradi degan javobgarlik sizni yana ehtiyotkorroq va e'tiborliroq ishlashga majbur qiladi. Xatolik qilsangiz tez o'zgartira olardingiz, ijod qilib ko'rardingiz, ko'p narsa qilardingiz. Hozir bu narsa yo'q. Kamaygan. Yo'q. Endi bu narsa hech qachon yo'qolmaydi, kamaymaydi-yu, lekin ehtiyotkorroq harakat qilyapti. Ehtiyotkorroq harakat qilyapti. Lekin ishlashdan mazza qilyapsizmi shu holdingni sotganingizdan keyin? Ya'ni qanaqadir ham nimadir o'zga yengilay oldingizmi? Odamlarga qiziq-ku. Yo'q, endi ularda juda katta tajribasini tekinga olasiz ularda. Qaysi misol uchun tajriba oldingizgadir ommaga qanaqa olib chiqa masalan oldingiz? katta holdingga masalan marketing otdellari biza bilan suhbatlasha oladi, g'oyalar berisha oladi. Ularni kuchli moliyachilari, ularni juda ham kuchli buxgalteriya otdellari bizga juda ko'p yaxshi tajribalarni ulashishadi. Ana bu katta narsa bu. Buni his qilish, buni tushunish menimcha katta biznes qotganlar yaxshi tushunadi. Endi baribir sizga kelgan FIDAPingizga qanaqadir level qo'shadi baribir. To'g'risi, masalan, biza u holding bilan sherik bo'lganimizdan keyin baribir FIDAP taniqliligi o'znavayimizda baribir oshdi. Oldinlari ham oshdi. Savdolar ham ko'tarildi. Savdolar ham ko'tarildi. Siz ular bilan ko'p gaplashasizmi o'zingiz? Endi ularni bir 2-3 biz internetda ularni ko'ramiz, misol uchun. Siz hayotda ko'rasiz. 2-3 gapdan ularni tasvirlab bera olasizmi bizga? Xarakterlarini, hayot tarzlarini. Shtobi shuncha odam ulardan ibrat olishyapti va siz hayotda gaplashyapsiz. Bizning hayot bu boshqacha. Jahongir Ortiqxo'jayev ukamiz bitta narsani aniq ayta olaman. Ular juda ham kuchli HR. Ular talantlarni yomon qattiq farqlaydilar kichkinaligidan va kimga pul tikishni biladilar. Men endi o'zim maqtamoqchi emasman. Lekin men buni ishni davomida ko'rdim. Ularning partnyorlari juda ham ko'p. Ikkinchi tomonlari juda ham kuchli patriot. Sababi bilasiz, O'zbekistonda qilayotgan ishlari, tadbirkorliklari, masalan, parklarni rivojlantirdilar. Chiroyli odamlar yuradigan alleyalarga asos soldilar. Va bilasiz, hozir O'zbekistondagi eng kuchli o'sha amerikanskiy katta klinikmi? Anaqasini olib kelyaptilar, klinikasini. Uni olib kelishdan maqsad nima? O'zbekistonda meditsinani rivojlantirish va undan tashqari meditsina turizmni rivojlantirish. Sababi u Amerikaning katta klinikasi O'zbekistonda ochilgandan keyin atrofimizdagi qo'shni davlatlar va undan tashqari Rossiya davlatlari, Pokiston, atrofimizdagi juda ko'p qo'shni davlatlar betga o'sha davolanish uchun keladi. Bu O'zbekistonning iqtisodiyotiga, umuman mavqeiga juda katta rol o'ynaydigan narsalar bilan shug'ullanyaptilar. Endi uchinchi taraf bo'lsa, menimcha shijoat. Shijoat bilmadim, qayerdan oladilar shuncha energiya, to'g'risi. Men lekin masalan boshqa biznes qilish hech ham o'ylab ko'rmayman-da. Meni fokusim shu FIDAPda shuni rivojlantirishda-da. Lekin ular hamma sohaga kira oladilar-da. Endi ular haqiqatan haqiqiy HR va haqiqiy investor. Shunda siz aytmoqchisizki,
kuchli tadbirkor bo'lish uchun HR-likni zo'r bilish kerak. HR bo'lish kerak. Har odamlarni farqlash bilish kerak-da. U odamlarni farqlay olgan odam, moliyaviy savodxonligi bo'lgan odam baribir yaxshi tadbirkor bo'ladi-da. Buni tan olish kerak. Bu juda kuchli xususiyat bu. Buni hamma ham qila olmaydi. Siz kuchli HR-misiz? Endi alhamdulillah menimcha men yaxshi jamoa yig'a oldim. Fidapdagi jamoa juda ham kuchli. Atrofimga ko'pchilik aytadi, atrofingizga umidga bo'rilarni yig'ib olgansiz deydi. Nimaga? O'zim ham aytaman, doim men atrofimda bo'rilar bo'lishi kerak deyman. Menga sherlar kerak emas deyman-da. Tushunasizmi? Nimaga? Ma'nosi nima bu gapdan? Sher, lev deydi-ku. Uni tabiatida shunaqa narsa borki, u qo'rqmasda u. Sherga farqi yo'q. Sher har qanaqa jangga kirishadi. U jangda yutqizadimi, yutqizmaydimi, unga umuman farqi yo'q. Tushunasizmi? U o'lgungacha urushadi. Shuning uchun ham sher ana hayvonlarni qiroli deyiladi-da. Xo'p. Menga sherlar kerak emas. Sher o'zidan keyin qoladigan oilasini ham o'ylamaydi. O'zidan keyin qoladigan to'dasini ham o'ylab o'tirmaydi. O'lgandan keyin nima bo'lishini. Taktik emas. U taktik emas. Bo'rilar baribir taktik. Bo'rilar jamoaviy ishlashga kuchli. Bo'rilar baribir jamoaviy yaxshi harakat qiladi va bo'rilar hech qachon yutqiziladigan jangga kirmaydi. Agar ular yutishiga uverin bo'lsa, keyin jangga kirishadi. Bo'rilar o'zini raqibini kerak bo'lsa, qancha bo'lsa kuzatib yuradi. Chetdan turib yuradi. O'rganib chiqadi uni. Hamma kamchiliklarini, ustunliklarini. Keyin u jangda yutishga uverin bo'lganda hujum qiladi. Mana komandam juda taktik harakat qilishadi. Bitta yangi mahsulotni chiqarishdan oldin nechtadir joylarda uni test qilishadi, uni o'rganishadi. Hamkasblarimiz nima yo'nalishda ishlashyapti, hamkasblarimiz nima yangilik qilyapti, hamkasblarning produkti qanaqa, ularning produktidan biz qanaqa ajrala olamiz, ularning sifatidan biz qaysi tomondan biz yaxshiroq sifat qila olamiz. Mana shu hamma narsasini yaxshi o'rgana oladigan jamoa yiqqan. Endi mana jamoa zo'r deyapsiz. Orada Instagramda ko'rdim, shikoyatlar ko'p. Orada bor. Что servis yomon. Lekin produksiyaga gap yo'q. Nimaga sizlarda servis yomon? O'zi ham bunaqa narsa ekanda, qarang. Evs rahbarini taniyman yaxshi. Baribircha anaqa astromatchilarning xarakteri rol o'ynayar ekanda. Tushunasiz? Ular hayotda juda muomalali, ana mehmonga borsangiz, ana mehmonni kutib olib, uni kuzatib olishni qotirib qo'yadilar. Bularda bu zo'r, tabiatan bor-da u. Amanda tabiatan bu narsa yo'q. Masalan, men uyda mehmon kutib olsam, boshqa qilsam, ana assalomu alaykum, yaxshimisiz desa, kam gaproq bo'lib, orqalarga bekib olaman. Va men qanaqadir tadbirlar o'tkazishdagi uncha qiziqmayman. Masalan, mana farzandli bo'lganimda ham raddomda borib o'zim mashinamda olib chiqqanman. Stankaga qo'yib, borib tadbir qilmagan. Keningizni olib, mana bolani olib, qo'liga bitta gulni berib ketdi, stankaga turibdi mashina deb olib chiqqan odamman-da. Unaqa katta tadbirlar qilishlarga unaqa ichimda o'zi yo'q menda. Tushunasizmi? Shuning uchun ularda bu narsa anaqa biznesda ham ko'ringanda, zo'r kutib olish. Tushunasizmi? Menda boshqacharoq. Men zo'r kutib olmayman, lekin sifatni zo'r qilishga qaratganman. Endi zo'r kutib olmasligimni aytaman, men rosa harakat qilaman. Zo'r xodimlar olib kelyapman, muomalani kuchaytiraylik, servisni kuchaytiraylik, davay deyapman-da. Lekin endi men ham o'zimga o'xshaganlarni atrofimga yig'ib olganmanmi, bilmayman. Bo'rilarni. Atrofimga o'zimga o'xshaganlarni yig'ib olganimgami, lekin baribir ular ham mana shu podxod qilishga yo'ramiz. Masalan, bir xil podxodga juda kuchli bo'ladi-ku. Masalan, qo'lini ko'ksiga qo'ygan,
salom bergan, juda podxodga juda kuchli odamlar bo'ladi. Endi men hayotda sal yaxshi muomala qilaman, lekin menda ana gap kelganda ayamaydigan odatim bor. Ana taqillatib tashlayman bu odamni. Yurganda ham bunaqa ana kiyimimga ham uncha e'tibor bermayman bir xil joylarga. Shunda ketib turaman chapanachasiga. "Voy, aka, sal pijak tashlab olsangiz bo'lardi" deb endi gapirishadi. Endi nima deysiz endi? Mana shunaqada endi xarakter. Shunda sizdan sifat kutaylik. To'g'rimi? Yo'q, siz ham kutinglar, harakat qilaman. Juda harakat qilaman, lekin endi baribir aytayotganimdek, baribir bu o'zi shakllanar ekanda. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Endi mana savolda juda ko'p mana hozir go'shtlarni muammosi bor. Misol uchun men ko'chaga chiqib go'sht yeyolmayman, fast food yeyolmayman chunki bilmayman. Ba'zi birlar aytishadi, eshak go'shtini qo'shadi, orada Pokistondan go'sht kelishni boshladi, halol mo'li degan hamma halol deydi, lekin o'zingizlar borib ko'rasizlarmi, bismillah deb kesishadimi? Shu haqida bir o'zingizni go'shtlaringiz haqida gapirib bering odamlarga. O'zbekistonda uzra, qandoq tekshirish mumkinki bu go'shtlarni? Qarang. O'zbekistonda hozir restoran, kafelarda ishlatilayotgan 95% go'sht chetdan kelyapti. Xo'p. Va O'zbekistonda kirib kelayotgan hamma go'shtlar halol. Buni государственный уровеньda, davlat уровеньda tekshirilyapti bu. Endi faqat farqi shuki, masalan, Pokistondan kelayotgan go'sht rulet go'sht kelyapti. Rulet go'shti orasida juda ko'p mayda-mayda suyaklar chiqyapti, shuning uchun uni go'shtini sifatsiz deb tan olinyapti. Tushunsiz? Va go'shtlar masalan Qozog'istondan kiryapti. Lekin afsuski oxirgi payt Qozog'istondan kiryotgan go'shtlarning narxi juda ham oshib ketdi. Qozog'iston qimmat bo'lyapti. Qozog'istondan go'shtlar juda qimmat kiryapti. O'sha sababi Qozog'iston davlat go'shtni tiri sotishi va o'sha son ko'rinishda sotish to'xtatib qo'ydi. Endi dedi Qozog'iston o'sha bo'lak-bo'laklar qilib, korobka qilib sotishga ruxsat berdi. Shuning hisobiga Qozog'istondan kirayotgan go'sht narxi juda ham oshib ketdi. Rossiya ham sekin narxni oshirib qo'ydi. Hattoki Belarusya ham hozir go'sht narxini oshirishni boshladi. Hozir go'sht agar biza restoranlar, kafelar chetdan kelayotgan go'sht bilan ishlamasak, O'zbekistondagi go'shtlarning narxi 400-500 minggacha chiqib ketadi. Bu hazilsiz. Sababi O'zbekistonda bizda go'sht yo'q. Hamma aytayapti, men mesning go'sht ishlatyapman deb, men ishonmayman. Sababi mesning go'sht deganda bitta narsani tushuning. Bizda mesning go'sht yo'q. O'sha Qirg'izistondan tiri buqalarni olib kirishyapti yoki Qozog'istondan har xil yo'llar bilan o'shalarni bozorga olib chiqib sotishyapti, o'shalar so'yilyapti. Endi o'sha o'zimizda so'yilgani hisobiga o'zimizning go'sht deb gapirilyapti va o'zimizning go'sht deyotgan go'sht bilan chetni go'sht narxini o'rtasida teng baravar. Nimaga bizda go'sht yo'q? Shuncha buqalar bor, shuncha bizda. Yo'q, endi yem muammosi bor O'zbekistonda, suv muammosi. Shuning hisobiga o'sha hozir endi oldin agar e'tibor bersangiz, Toshkent viloyatlaridan atroflarda hamma xonadonda mol boqardi. Hozir hech kim mol boqmay qo'ydi. Sababi yem qimmat. Endi oldingidek ko'tarmayapti. Shuning hisobiga bizda chorvachilik rivojlanishi ancha orqaga qarab ketishni boshladi. Shuning uchun biz import go'sht kirmasa juda holat chatoq bo'lib qolish ehtimoli bor. Hozir McDonald's bilan Burger King kirib qolsa, Fidapdan nima bo'ladi? Yovib ketadimi? Yo'q, nima yovib ketadi? U chet el brendlari kirsa, mesning brendlar ularni g'ajib tashlaydi. Nimaga? Sababi hozirgi kunda Fidap, Evis, Oqtepa, tizim, oziq-ovqat xavfsizligi standartlar bo'yicha juda kuchli ishlar qilyapti. Bizda ham o'sha chet eldan kelgan ekspertlarni olib kelyapmiz, ular bilan konsultatsiya qilyapmiz. Agar 3 yil oldin kirganda ham cho'chishimiz mumkin edi. Lekin hozir umuman standartlar bo'yicha, narx-navolari bo'yicha, servis bo'yicha ancha katta ishlar qilingan. Mana masalan, oddiy misol
keltiraylik. Chet el brendlari kirdi. Pitsa yo'nalishida, misol. Mana masalan Dodo Pizza kirdi, Papa John's kirdi, Pizza Hut kirdi, Bellissimo ishlashini qarang. Qilayotgan xizmatini qarang, ko'rsatayotgan xizmatini qarang. Bellissimo qo'pol qilib gapirganda g'ajib tashadi bozorda. Hech kimga yo'l bermadi chet el brendlariga. Hop, mana misol uchun Masalan, baribir milliy brend-ku. Yo, mayli. Milliy brend baribir xalqimizcha shunaqaki, alhamdulillah, qo'llab-quvvatlaydi bar o'zimiznikini. shunaqa deysiz, lekin mana KFC misolida, Lasailas misolida. Endi mana Lasailas ustida ishlamadi. Shuning uchunmi? Ishlamadi. Franshizani berib tashashdi. Franshizani berishdan oldin ular franshizani tizimini yo'lga qo'yishmadi. Nimaga Fidab haligacha franshiza bermayapti? Nimagaki u oson narsa emas u franshiza. U franshizani shunda oldi, berdi, ana har oy pulini olib tur, pulini ol bilanchi ish bitmaydi u. Franshizani o'zi katta ilm. Mana biz franshizani razraботка qilib chiqdik. Usloviyalar qo'ydik, lekin u uslovani qila oladigan partnyorni topa olmayapmiz. Lekin hozir franshizaga o'tkazib bera olasiz. Bera olamiz, lekin rosa odam kelyapti. Haftasiga 10 talab odam so'raydi. Lekin bironta odam bizani franshizani olish uchun o'sha qo'ygan standartlarimizga to'g'ri kelmaydi. Sababi O'zbekistonda franshiza madaniyati rivojlanmagan. Ichki tadbirkorlarning ichida. Endi KFC'ni franshizasini kim olib kirdi? Katta tadbirkorlikni tushunadigan, franshiza nimaligini tushuna oladigan katta holding olib kirdi. Tushunasizmi? Uni masalan Fidab endi masalan viloyatlarda yoki boshqa joyda biz franshiza beradigan bo'lsak, umuman franshiza aytolman, nimaligini ko'pchilik hali tushunmaydi. Keyin ko'p intervyuda ko'rganman, pul haqida umuman gapirmaysiz. Nimaga? Mana shuncha odamlar bor, men shuncha topganman, shuncha оборот qilaman, u bu degan narsalar aytishadi. Ajabi bitta savolimga o'tgan safar va'da berdingiz javob berishga. $1 million esa necha yosh topgansiz? 25 yoshgacha topib olgan edi. Paynetdanmi? Endi umumiy deydi. Umumiy. 25 yoshda topilgan. Hozir necha yoshsiz? 38. 13 yil уже o'tdi. 13 yilda mana millioner bo'ldingiz. Orada tanish bilishlar yo'q bo'lib ketdimi, ko'payib ketdimi, yaqin o'rtoqlar yo'q bo'lib ketdimi? Nima o'zgardi hayotingizda? Oldin misol uchun siz kola sotgansiz. Oddiy misol, bozorda futbolka sotgansiz. Keyin hayot o'zgargan ancha. Yo'q, lekin yoshligimda mana qiyomatli do'stlarim alhamdulillah haligacha yonimda. O'zgarmagan. Faqat menda kichik kuruli o'zgargan. Dunyo qarashini kengaytirmagan, o'sha o'zini ustida ishlamagan ko'p kurulidan chiqib ketganman. Lekin o'sha o'zligimni yoshligimda o'sha qiyomatli o'sha 3-4 ta do'stlarim doim yonimda. Sababi ularni расслабиться qilib qo'yishiga ham qo'ymayman men. Davay ustida ishlaring, davay. Ular ham millioner bo'lib ketishganmi? Ularni ham ustida ishlab tortishga harakat qilaman. Yo'q, endi millioner emas u. Lekin qalban ular mendan boy, alhamdulillah. Qalban va qadriyatlari bo'yicha, dunyo qarashi bo'yicha, insoniyligi bo'yicha, uncha O'zbekistonda yashayotgan odamlardan boy. Ko'pchilik aytadi, pul bo'lsa odam o'zgaradi, odam yomon bo'lib ketadi, pul odam buzadi degan gap bor ko'chada. Bu gapga qanday qaraysiz? Fikringiz nima? Endi bu fikr juda ko'p yaxshi ilmli insonlar ko'p gapirgan. O'sha pul odamni har doim o'sha o'zini asliyatini ochib beradi. O'zi bir qaysidir blogerdan eshitdim, o'zim ham fikrim shunaqa. O'zi yaxshi, o'zi oyoqqa turgan ko'p tadbirkorlar O'zbekistonda juda muomalali, juda bosiq, juda yaxshi insonlar. Qimmat mashinadan tushib kelib, karillab, juda buzuq gaplashayotgan ko'pincha ko'p odamlar, ular yo o'sha katta odamlarning yordamchisi, yo o'shani qo'lda ishlaydi, yo o'shalarning ukalari yo jiyanlari bo'ladi odatda. O'zi noldan ko'tarilgan, o'zi qanaqadir natijaga erishgan odamlarda bunaqa hislat kuzatmadim. Sababi men O'zbekistonda oldi
juda katta tadbirkorlar bilan muloqot qilamiz. Lekin hammaligi juda sodda, juda muomalali, ancha sodda demayman. Juda muomalali va juda qadriyatli odamlar. Yoshligi bir tavsiya bersangiz, bizani shuncha yoshlik kuzatadi. Shu sizni darajangizga yetish uchun men o'ylaymanki, sizni katta daraja, siz qabul qilasizmi? Siz boydan yo'q deyapsiz, lekin sizda katta daraja. O'zbekistonda to'plardan birisiz. Shu darajaga yetish uchun nimalar qilish kerak? Ustoz topish kerakmi? Ustozingiz bo'lganmi o'zi yoki prosta ishlaverish kerak, harakat qilish kerak bo'ldimi? Yo, insonni ustozi bo'lish kerak. Tadbirkorlikda va umuman qadriyatlari bo'yicha. Men aytaman, har bir inson bor-ku, birinchi bo'lib hayotida aniqlab olish kerak. Hayotida kim bo'lmoqchi? Qayerga qarab ketmoqchi? Yo'li qayerdaligini bilib olish kerak. Bu yo'lni odatda ko'rishga, bu yo'lni his qilishga ustozlar yordam beradi. Meni yoshligimda o'sha tadbirkorlikni o'rgatgan, dunyo qarash, qadriyatni o'rgatgan ustozim bor, Abduvosiz Hoji aka degan odam. Juda katta tadbirkorlar ular ham. O'sha vaqt soati kelganda o'sha fidaplarni ko'paytirayotgan paytimda juda ko'p menga podeshkalar berganlar. Haligacha berib boradilar. Qanaqa podeshka bergan? Pul bilanmi? Ha, pul berib turadilar. Juda ko'p siqilib qolsam, bir xil payt ana bo'ladi-yu, ana juda siqilib ketaman. Ana xuddiki yo'lini ana nima deydi ana yo'lini yo'qotib qo'ygan cho'ponlarga o'xshab bir xil payt shunaqa tushkunlikka tushib qolaman. O'sha payt ularning oldilariga boraman. 3-4 soat, 5 soat o'tirib gaplashaman-da. O'shani dardlarimni aytib, his-tuyg'ularimni yoyib olib, sababi ular eshitishga juda kuchlilar-da. Ular eshitishni biladilar. Keyin bitta ikkita maslahatlar beradilar-da. Gaplashaman, mazza qilaman, energiya olib, keyin yana chiqib ketaman. Mana hozir ular 60 yoshdan o'tdilar. Alhamdulillah, mana masalan necha yildan beri biz aka-uka yoki ustoz emas, xuddi bir yaqin do'stdek hayot kechiramiz, o'zimiz bilan gaplashamiz. Shunda millioner bo'lish uchun ustoz kerakmi shunda? Kerak. Kerak. Millioner bo'lish uchun emas, qaranglar. Nimaga yoshlar faqat millioner yoki puldor bo'lishni o'ylaydi-da? Ishoning, agar birinchi doim har doim hammaga aytaman, sizni maqsadingiz ilm olayotganda pul topish haqida yoki tadbirkorlik haqida emas, dunyo qarash haqida. Siz agar dunyo qarashingiz bor-ku, yaxshi shakllantirsangiz, sizga o'sha boylik ham, o'sha siz erishadigan hamma narsa sizga manfaat keltiradi, tushunyapsizmi? Agar siz boy bo'lsangiz, lekin sizdan hech kimga manfaat bo'lmasa, bu boylik sizni zararingizga ishlaydi. Men ko'p yoshlarga aytaman, "Voy, akalar, ukalar, siz boy bo'lmoqchisiz, lekin siz boylik sizni foydangizga ishlashini xohlaydigan bo'lsangiz, birinchi dunyo qarashingizni to'g'rilab oling" deyman. Sizga o'sha topadigan boyligingizcha sizga manfaat keltirish kerak. Tushunyapsizmi? Sizga va atrofidaligingizga manfaat keltirish kerak. Masalan, men aytdim, ustozlarni nimaga hurmat qilishim, ilm tarqatuvchilarni nimaga yaxshi ko'rishimni, nimaga hurmat qilishimni tushuntirdim sizga. Ilm tarqatayotgan odam katta boylik, katta pulni maqsad qilishmaydi. Ular juda kichkina summalarga o'zigini vaqtligini, umrligini sarflab, umrligini oxirigacha ilm olib, ilm tarqatishadi. Ularda juda katta kuch bor. Ularda qadriyatida gap, ular ichidan o'sha odamlarga ulashadi ular. O'zini ilmini, tushunyapsizmi? Tadbirkor odam bo'lsa, pulini ulashadi yoki o'sha puliga beradigan qiymat, ish o'rnini ochadi, soliq to'laydi ko'proq, zakotini ko'proq to'laydi, ehsonlarni ko'proq qilishi mumkin. Faqat shu bilan faqat. U boylikni agar kimdir yoshlardan men boy bo'laman, men boyib ketib zo'r mashina haydayman, hamma qizlar menga qaraydi, butun mahallaga ko'rsatib qo'yaman degan fikr bilan boshlasa, unga erishadigan har qanaqa yutug'i uni menimcha zarariga ishlaydi. Ya'ni niyatni to'g'ri qilish kerak. Ha, o'sha dunyo qarashda. Bu niyat nimadan shakllanadi? Dunyo qarashdan, qadriyatdan,
hamma narsadan shakllanadi. Xo'p, endi sizlar uni tavsiyangiz faqat ilm olish deb bo'ladimi? Aytishadi-ku, tug'ilgandan to o'lgungacha ilm ol deyishadi. Yo'q, tushundim. Misol uchun mana siz o'zingiz opitingizdan oldin ham ilm olardingizmi yoki уже yosh katta bo'libmi? Просто men nimaga deyapman, mana yoshlar borda, hamma puli bor, уже muvaffaqiyatga erishgan odamlar общий gapiradi. Lekin misol uchun bo'ldi. Birinchi buni qil, ikkinchi buni qil, uchinchi buni qil degan hatto bir yo'l yurib bormi? O'zingiz o'tgan anaqada hayotingizdan. Chunki bilamiz, bilim olish kerak, ilm olish kerak, lekin aniq nima qilish kerak? Bilim olamiz, ilm olamiz, borib ustoz topamiz, lekin pul ko'paymayapti ularda. Itok. Mana birinchi o'chir, aytayman, niyatda, mana masalan, kecha bittasiga aytdim, niyatchi katta qo'yib yuboradi-da. Men deydi 100 ta do'kon ochaman deydi. 100 ta do'kon ochilishi o'ziga planka qo'yib qo'yadi-da. U ertaga bitta dona do'kon ochgandan keyinchi u zavq ololmaydi, lekin u 100 ta ochmoqchi. U bitta ikkita ochadi-da, bitta ikkita ochganning o'zida u tushunadiki 100 ta ochish bor-ku, bu nerealniy va juda uzoq yo'lligini tushunib qoladi. Bitta do'kon ochganda-chi osonroq bo'ladi. Ikkinchisi tizim qo'yish kerak bo'ladi. Juda ko'p muammoga uchragandan keyin voy deydi, bunaqa bo'ladigan bo'lsa men 100 tani qachon ochaman deydi-da, o'sha tushkunlikka tushib qoladi. Shuning uchun inson birinchi doim bitta do'konni ochishni niyat qilish kerak, kichkina bo'lsa ham. Kichkina do'konni ochish kerak. Keyin u kichkina do'kon ochgandan keyin u korzinkani konkurenti bo'laman deb niyat qilish kerak emas u. Korzinka g'ajib yuboradi uni. O'sha yonidagi unga yaqinroq bo'lgan kichkina konkurentini ko'radi, o'rganadi, o'shani o'zidan ko'ra uni ustunliklarini ko'radi-da, undan yaxshiroq servis ko'rsatishga o'tadi. Ana qadamma-qadam bo'lish kerak-da. Bo'ldi. Eng asosiysi boshlash kerak. Agar boshlamasa hech qachon yo'lga chiqa olmaydi. То есть boshlash kerak va niyatni poetapni oshirish kerak. Etapma-etap. Ustoz yaxshi ushlash kerak va o'sha o'zini sohasidagi hamkasblari, konkurentlari bilan ko'proq muloqot qilish kerak. O'zidan ko'ra oldinroqda yurganlar bilan ko'proq muloqot qilish kerak. O'shanda osonroq o'tadi juda ko'p yo'ldan. Yo shunaqa deysiz mana. Yon atrofdagilar, ustozlar ham orada ko'payib ketadi-da. Lekin ustoz ko'paytirish kerak emas. O'shaning uchun odam chalg'ib qoladi. Masalan, men juda ko'p yoshlarni taniyman. Ustoz deb yozishadi menga Instagramda. Ustoz sizdan ko'p ilm olamiz deyshadi-da. Keyin ularni ijtimoiy tarmog'iga kirsangiz, ular hammani kuzatadi. Ular hamma tadbirkor ustoz deyshadi. Hamma tadbirkor menga nimadir o'rgatadi deyshadi-da. Bunaqa juda ko'p tadbirkorlarni ishlatayotgan instrumentini ishlatib bo'lmaydi. Tushunasizmi? Kimdir nimadadir kuchli, kimdir boshqa narsada, kimdir boshqa narsada-da. Endi buni Xudoyim qanaqa yozganiga-da. Men sizga aniq aytaman, hech qaysi tadbirkor sizga o'zini erishgan yutug'ini aniq formulasini bera olmaydi. Yo'q bunaqa formula. Yo'q unaqa formula. Vaqtga qarab o'zgaradi. Yo'q, o'zi tabiatingizga qarab, uchragan muammolaringizga qarab o'zingiz shakllanaverasiz. Mana muammo keladi, uni hal qilasiz. Ana shu sizga tajriba. Muammo kelmasdan turib hech narsa tajriba bo'lmaydi siz uchun. Hech narsa tajriba bo'lmaydi. Men sizga kechami gaplashganingizda aytdim, ana ko'p savol berishadi yoshlar. Emotsiyalar bilan, his-tuyg'ular bilan qaror qabul qilgan yaxshimi? Yoki aql bilanmi deyshadi. Mana shu savolga javobda mana qarang. Emotsiya bilan qabul qilingan har qanaqa qaror juda ko'p zararli, juda ko'p muammolarga olib keladi. Aql bilan qaror qabul qilinsa, muammo kam keladi, rivojlanish davom etadi. Lekini bor. Emotsiya bilan qaror qabul qilinganda, qaror qabul qilganingizdagi tuyg'u olasizda, xursandchilik, energiya olasizda, tushunasizmi? Maza qilasiz. Qanaqadir payt. Keyin muammolar bang keladi-da, ana bu sizga tajriba bo'ladi va bu sizni o'stiradi. Lekin aql bilan qaror qabul qilsangiz, zerkarli o'tadi hayotingiz.
muammo bo'lmaydi, aql bilan harakat qilasiz. Tak plavniy zerikarli hayot. Sizda qanaqa bo'lgan? Menda juda ko'p qarorlarim emotsiyaga bog'langan. Emotsiya, his-tuyg'ular bilan harakat qilganman doim. Afsonasizmi? Endi qaysidir ma'noda afsonaman. Qaysidir ma'noda yaxshi deyman. Meni yaqin do'stim aytadi. Sani bu xaraktering ham senga juda ko'p muammo olib kelgan deydi. Va juda ko'p yutuq olib kelgan deydi. Men aql bilan harakat qilganman deydi. Shuning uchun men deydi, sredniyda yuraman deydi. Muammoim ham ko'p emas, lekin priключенияларым ham ko'p emas. Sani nevaralaringga aytib beradigan voqealaring ko'proq deydi. Tushundingizmi? Ana, lekin meni hayotim seniga nisbatan zerikarliroq o'tadi. Senda doim qanaqadir to'lqinlar, qanaqadir o'zi tadbirkor doim emotsiya qidiradi. Agar zerikib qoladi. Agar tadbirkorga emotsiyalarni, his-tuyg'ularni anaqasi bo'lmasa, unda energiya bo'lmaydi dalish ketishga. Har bitta negativ, har bitta muammo bizani yana ham kuchli bo'lishga undaydi. Umid aka, o'zi mahrga qanday qaraysiz? Ya'ni hozir qizlar aytishadi, mahrga gelik kerak, mahrga uy kerak. Nima deysiz bunga? Mana millioner sifatida qator mahrga gelik ham bera olasiz, uy ham bera olasiz. Endi mahr o'zi unda shariatda aniq qilib qo'yilgan. Ayol kishi xohlagancha mahr so'ra oladi. Shu agar o'sha qiz uylanayotgan qizi agar o'sha nima deydi, juda sevsa, juda qadriyatli deb bilsa, u ayol unga juda katta baxt yoki juda ko'p tuyg'ular bera olishiga ishonsa yoki farzandlarini ham kelajakda o'sha manfaatli farzandlar qilib tarbiyalashiga ko'zi yetsa, endi mahr so'raydi, anaqa gelik so'raydimi, uy so'raydimi, endi beradi agar bunga imkoniyati bo'lsa. Endi ayollar ham nima deydi, ko'ping qarab oyoq uzat degan joyi ham bor. Bir xilla o'zida yo'q narsalarga bilmayman, xillas so'raveradi. Nima deyman, endi mahr mayli, emas, xohlagancha so'ra oladi demoqchiman-da. Agar ras bunaqa geliklar so'raydigan bo'lsa, endi bir 35 yoshida o'ziga kelib qoladi. Mana bitta tili uzun bo'lsa ham bo'ladi deb qoladi biz. Xo'p, mana qarang. Biz ko'pchilik millionerdan so'raymiz. Ular millioner va hozirgi yoshlar 18 yoshida uy bo'lish kerak deydi, 18 yoshida mashina bo'lish kerak deydi. Siz birinchi uyingiz necha yoshda bo'lgan? Birinchi o'zim собственный uyim 30 yoshda. 30 yoshda. Lekin 25 yoshda milliondan biri уже bo'lgan. Endi unda men biznesda bo'lganda, tushundingizmi? Tushundim. Men uni faqat biznesga tik ko'rganman. 30 yoshimda o'zimni собственный uyimni sotib olib, ota-onamning uyidan chiqib ketganman. Demak, birinchi biznesga yo'lga qo'yib yuborish kerak, biznesni. Keyin esa o'sha uy, mashina, sayohatlar qolganlar bo'ladi. Bir kun bitta podkastda aytdim-da. O'zingizni biznesingizni mustahkam qilolmaguningizgacha ziqnida yashang dedim. Tushunsiz? Ziqnida yashab turish kerak. Qo'shningiz, qarindoshlaringiz, ro'zg'orida muammo bor, dorilarga pul kerak, unga yordam bering. Lekin his-tuyg'ularga berilmang. His-tuyg'u degani nima degani? Masalan, bitta bola o'zi $500 pul topadi. Birdan ishi yurishib qoladida, oyiga $5000 pul topishni boshlaydi. $5000 topolmanu deydi-da, keyin butun mahallaga mana men qo'limdan bitta ish keldi deb ko'rsatib qo'yish uchun sraz borib variantga mashina oladi. Srazi variantga bitta mashina oladi, hamma qo'shnilarning ko'zini oldida adajonimga deb mashina olib keladi. Hammani oldida adasiga mashina sovg'a qiladi. Instagramga qo'yadi. Mayli, zo'r, ota-onani hurmat qilish kerak, sevish kerak, qadrlash kerak. Lekin biznes mustahkam qilmagan, hamma pulni olib variantlarga tikib yuborgan,
biznesini rivojlantirishga, uni mustahkamlashtirishga pul sarflamagan. Keyin ani 5000 kelib turgan joyda biznes orqaga ketadi. Yana o'sha yana eski $500 yo $1000 pul topishga qaytadi-da, ani variantga mashinalarni to'la olmay qoladi-da, keyin adajon ana mashinani sotinglar, ana qarz bo'lib qoldim deydi-da, u obro' olmoqchi bo'layotgan bola vaqtinchalik adrenalin oladi-da, keyin yana orqaga qaytadi. Shuning uchun aytayotganimki, inson pul topyaptimi $500, birdan 5000 topdimi, biznesini mustahkam qilib, zo'r qilib olib, nadojnik qolmasdan turib, qilmagungacha o'sha $500 ga yashab turish kerak. Savol, nadejni degan narsangiz bu qanaqa? Misol uchun 1 yildan beri 5000 topish kerak, misol uchun qanaqa nadejni bu? Qanday hisob? Masalan, mana biznes do'koni pul keltiryapti 5000 oyiga. Bo'ldi, o'sha biznesini 5000 davomiy keltirish uchun nima qilish kerak? Servis yo'lga qo'yish kerak, tizim qo'yish kerak. Masalan, oldin polkalar yaxshi bo'lmagan bo'lsa, professional polka qo'yish kerak. Оборотidagi pul уже ana do'konchilarga pul tashab ketishadi, tovarlar. Realizatsiyaga, o'sha realizatsiyalar emas, u o'zi erta o'zini pul aylanayotgan bo'lish kerak. Hech kimdan o'sha qarzi bo'lish kerak emas. Keyin yig'ib pulini yo bitta do'konini sotib olish kerak o'shani yoki kamida qayerdadir unga tomib turadigan, masalan, uyma 2 xonali olib qo'yish kerak-da, arendator qo'yib qo'yib. Keyin o'sha masalan biznesi yurmay qolgan taqdirda ham ro'zg'orini tebratadigan yoki shartda sotib yana biznesini keyingi etapga ko'tarib oladigan narsa qilib qo'ygandan keyingina o'ziga ruxsat berish kerak. Ungacha o'sha yashab turish kerak, mana shunaqa anaqa qisibchi. Tushunasizmi? Endi ko'pchilik mana shu gapimdan keyin tagida yozibdi, ko'pchilik meni gapimni ko'pincha tadbirkorlar tushunadi-da. Yoki mana shundan o'tgan odamlar tushunadi. Lekin uni tadbirkor emas bo'lgan odam tushunmaydi. Endi ko'pchilik yozib tashadi, kommentariyada negativlar, Xudoyim berganga beradi, boshqa narsa. Sizni qalbingizda har qanaqa biznes boshlayotganingizda niyatingizni bog'lab olishingiz kerak. Allohim, men rivojlansam, yaxshi biznes qilsam, men seni yo'lingda juda ko'p ehsonlar qilaman deyish kerak. Lekin inson masalan, men bir kun savol berganman Qora aka, zakotni ko'p pul bergan yaxshimi? Masalan, yoki kamroqmi? Masalan, men borgan sari biznesimga tikib tashyapman, оборотlarni pul yig'ilmayapti anitda. Оборотni ostatkalardan ko'ra, meni ko'proq biznesga tikib tashyapman-da, zakotim kichikroq chiqib qo'yapti desam, o'zi zakot shunchadan o'ylab topilganki, masalan, siz $100,000 yoki $10,000 yig'ib qo'ysangiz, u pul anti yotmasin yasum tagida. U yasum tagida yotsa-chi, har yili unga zakot to'laverasiz, bu kamayib boraveradi-da. Shu pulni olib aylantirsin, ish o'rni ochsin. Buni aylantirib, masalan, mana u pul, masalan, men, misol, har oy topadigan pulimni anti yig'ib, 1 yilda bir marta o'sha kattaroq pul yig'ilib qolib, undan zakot to'lagandan ko'ra, u pulni ishxonalarga tikib, ish o'rni ochishim afzalroq, manfaatliroq. Tushundingizmi? Shuning uchun men aytmoqchimanki, siz biznesingizni mustahkam qilganingizdan keyin odamlarga yaxshiroq foyda keltira olasiz. Davomli foyda keltira olasiz. Ana vaqtincha hammani xursand qilib qo'yib, keyin voy uzr endi bo'lganda ana qildim, uzr bo'lib qoladi-da. Shuning uchun mustahkam qo'linsa, bu ishlar davomiy bo'ladi. Oxirgi, mana siz tadbirkorsiz, hamma uchun hamma sizdan ko'pchilik ibrat oladi. Misol uchun biz ham ibrat olamiz, sizni ko'rib, boshqalar ibrat oladi. Sizlar motivator emassizlar, biz bilamiz. Lekin bir og'iz odamlarga motivatsiya, bir og'iz odamlarga maslahat beringki, ular katta natijaga erishganda, men bu videoni ko'rganman, shu gapni eshitganman, shuning uchun shu narsaga erishishni bir sabab bo'lgan degan narsa bo'lsin. Men nima deya olamanki, hozirgi yoshlarga fokusga qattiq e'tibor berishsin. Fokus degani, masalan, qaysi sohada ketayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa, o'tirsa ham, tursa ham faqat shu soha haqida o'ylasin. Ijtimoiy tarmoqda o'tirgan bo'lsa, mana shu sohaga taalluqli bo'lgan odamlarni kuzatsin. O'sha sohaga taalluqli bo'lgan
narsalarni kuzatsinda, ijtimoiy tarmoqdan chiqib ketsin. Ijtimoiy tarmoq odamning hayotini, umrini, vaqtini juda ham bebaraka qiladigan instrument. Agar ijtimoiy tarmoqda juda ko'p o'tirar ekan, u doim yutqizadi. U doim orqada qoladi. Shu? Rahmat. Bizani obunachilarimizga qanaqadir ham sovg'a bera olamizmi? Qanaqa sovg'a? Bilmadim. Fidapdan qanaqadir ham vouchermi misol uchun. Nima uchun? Eng zo'r kommentariy yozgan insonga bera olamizmi? Beramiz. Necha pullik, qanaqa tanlaymiz? Endi 500 minglik voucher bering 10 ta odamga. 10 ta odamga 500 minglik voucher beramiz. Eng chiroyli va Fidap haqida kommentariy yozgan insonga. Ha, endi uni o'zingiz tanlang. Men tanlashga to'g'risi xijolat bo'laman. Endi ichida mana bu narsa yoqdi, mana bu savol yoqdi demayman. Sizlar chetdan yaxshiroq bilasizlar, qaysi savol yaxshiroq yoki qaysisini sizlar yaxshiroq. Bo'ldi. Kommentariy Fidap haqida yozinglar. 10 kunning ichida biza eng 10 ta zo'r kommentariy tanlab 500 minglik voucher 10 ta odamga beramiz. Umid aka, sizga kattakon rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Charchamang. Umid aka obuna bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.